Şahzoda Samandar. Cho'chak. Hürmetlik anlarman. Asabiylashgan bir top hayvanning o'rdig'i bostirib kirayotganligidek dahshatlik manzarani ko'z oldingizga keltiring. Hayvonlar sepil darvozlarni, tomlarini bostirib o'tib o'rdig'i kiribdi. Belida qilich, mo'risida o'qya bolamu bu dahshatlik manzardan nima qilarini bilolmay qetib qopdi. Hayvonlarning ichida go'shxo'rlarning shuncha ko'p bo'lishiga qaramay, ular hech kimga ziyon zahmat yetkazmasdan xon saroyiga qarab ilgirlabdi. Bugun Namanshah Qobilxonaga chiqqan ekan. Muhofizatchilar kirib ahvolni ma'lum qilib bo'lguncha bir to'p hayvonlar orqadan kirib kelibdi. Qobilxondagilar orangutanlar, yilpizlar, yo'lvoslar va bo'rlarning xirs qilishlari bilan midir-sidir qilinmasdan turib qopdi. Ba'zilar qo'rqqindan ishtiniga chiqirib yetibdi. Ba'zilar shu hamon hoshidan ketib yiqilibdi. Namanshah ko'zlari chakchiyib, g'al-g'al titirgunicha taxtiga choplashib o'ltirib qopdi. Qobilxona odamlar nafas ilishqimi petinanmog'idek jimjitlikqa cho'kkandan keyin maymunlarning orasidan bir ovoz keldi. Namanshah degan senmi? Podshoh ovoz kelgan tarafga qarab, maymunlarning orasida mag'rur qiyofatda o'ziga o'qya tanglab turgan Samandarni ko'ribdi. Uning quyrug'i chayonning quyrug'idek egilib, Samandarni texmi bahayvat va surlik ko'rsatib turgan ekan. Namanshahning tili gapga kelmay taslikda. Shundoq deb javob beribdi. Shu hamon Samandar o'q uzibdi. O'q uchib kelib Namanshahning yuragiga sanjilish oldida turayotganda qayoqdandir kelgan boshqa bir tal o'q kelib Samandar otgan o'q tegib uchirib etibdi. Bu aslida dal shu paytda kirib kelgan Sardorbek otgan o'q ekan. Qo'lingni tat o'g'lim. Samandar kayniga burilib Sardorbek, Gulambar va Zahrani ko'ribdi. Ish bu yerga yetganda meni to'siman opa. Hech kim meni to'siman demisin. Bu odam o'limga loyiq. Samandar shundoq deginicha qat'iylik bilan yana o'qyoning kerichini tortibdi. Gulambar yugurgan peti berib Samandar bilan Namanshahning orasiga kiribdi. Samandar, uni o'ltirmoqchi bo'lsangiz, avval meni o'ltirib yeting. Bu yoqqa o'ting Gulambar xonim. Bu odam sizdek yaxshi birning qo'g'dishiga arzimaydi. O'zingni besval o'g'lim. Sen bilmaydigan ishlar bor. Avval gapimizni anglag'in. Kechikdim opa. Endi kaynimga qaytamayman. Avvar bo'lmang Gulambar xonim. Bir chetga o'ting. Mening nazarimdagi simoyingizga dog' surmang. Bu odamni o'ltirganim o'ltirgan. Sen kim? Nemishqa meni o'ltirmoqchi bo'lasan? Namanshah tasdi o'zini tutib shundoq debdi. Samandar masxirlik bir kulib qo'yib javob beribdi. Men tunugun sen o'ltirayotgan beliqchining o'g'li. Men sen yo'qotgan o'rmonlarning ruhi. To'xtab turgin Samandar. Hammamizning sana so'zlab berishimiz zarur bo'lgan hikoyalarimiz bor. Anglab bo'lib qaror chiqarsangmi o'lgirsan. Sizlar amaldorlar, boylar ulgura olishinglar mumkin. Biroq men ulguramayman. Shu topda kaynimga yonsammi, o'xshashli meni jazodan qutqizolmaysizlar. Chunki sizlar podshohni muqaddas bilasizlar. Uning huquqini daxlisiz deb qaraysizlar. Uning buyruqlari to'g'rimi, xatomi, qaranglar yo'q. Namanshah, sening o'z dadangning qotili bo'lib, keyin pushaymon qilib qolmag'in. Allah, nima deginicha Zahraga qarabdi. Nimalarni da'vatsiz opa? O'ras balam. Avval hayvonlarga degin, bu yerdan chiqib ketsin. Sana deydigan nurg'un gaplarimiz bor. Ishonmayman. Meni aldavatsiz. Meni to'sish uchun shundaqmi? Ko'zlarimga qarag'in. Men seni aldavatganda qilamdimi? Samandar asta o'qyasini to'ban qilib maymunlarga sharat qildi. Hamma hayvonlar kayni-kayndan Qobilxonani tark etibdi. Orada ichida yurgan hayvonlarning hammasi sirtqa qarab yonibdi. Butun shahar xalqi hayotida ko'rib boqmagan hayvonlar to'pini bugun ko'ribdi.
Kishilar o'gizlarda, derizlarda qo'rqinch va hayajon ilikida bu hayvonlarni tomosha qildi. Qubulxonada Namanshoh, So'lqul vazir, Sardorbek, Gulambar, Zahra va Samandardan boshqa odam qolmagandan keyin Gulambar bilan Zahraning bayoni bilan Samandarning hikoyasi boshdan oxir takror so'zlanib o'tibdi. Gulambar va Samandarning oldida qattiq hijolatda qolgan Namanshoh birinchi bo'lib hikoya oxirlashgandan keyingi jimjitlikni buzibdi. Samandar, Gulambar, oldinglarda to'limi hijilman. Xatoliqim ig'ir. Aramızda kimlar qandoq dard tatgan bo'lsa, sababchisi manaman. Meni afo qilinglar deyishga tilim kuydi. Meni qandoq jazolasanglar, men e'tirozsiz qabul qilaman. Hozir qo'limdan keladigan bir ishni qilishimga ruxsat berishinglarni so'rayman. Namanshoh shundoq deginicha shohlik tojini elib Samandarga kiydiribdi va tizlinib hurmatini bildiribdi. Hozirdan boshlab butun Pishamshonda sening so'zing buyruq. Menga hukm chiqargin. Farmonbardorman. Hammaylan o'rindan turib, ondan Samandarga egilib salom beribdi. Uzoqdan beri jimmida o'ltirgan Samandar o'rindan turib so'z boshlabdi. Rostulloh, hozirdan boshlab mening so'zim hisobmi? Shundoq. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, podshoh bo'lgandan keyingi tunji farmonimni e'lon qilaman. Siz, Namanshoh, mening o'z odamkansiz. Biroq siz mening 17 yildan beri qon tari bilan meni boqqan jon dadamning joniga zomin bo'ldingiz. O'z opam bo'lgan Gulambar xonimga haqorat qildingiz. Shuning uchun to'g'ri tushuningki, sizni hozir dado deyamayman. Siz hozirdan boshlab o'rnidan chiqib, kuyib ketgan o'rmonlikni makon qiling va to'xtamasdan o'rmon barpo qiling. O'rmonlikni asliga keltiring. Qanchalik chiqim ketsa, mana men ta'minlayman. O'rmonlik burunqi asliga kelganga qadar mening ko'zimga ko'ringichi bo'lmang. Bosh ustiga xon oliylarining meni o'limga buyurmasdan shundoq ahamiyatli ishga buyrug'ini uchun ming martaba rahmat. Namanshoh shundoq deb ko'ziga yosh olg'inicha sirtqa qarab menibdi. To'xtab tursilar, begim. Gulambar Namanshohni to'xtatibdi. Namanshoh Gulambarga qarashqama jur'at qilolmay beshini to'van silib o'ltiribdi. Gulambar Samandarga qarab mundaq debdi. Samandar, boya anglığınızdek, men ayni vaqtda dadamning kesilini davolatganligi uchun bu kishiga umrimning oxirigacha xizmat qilishga qasam ichgan edim. Shunga menga qanday hukm qilasiz? Namanshoh bilan birga berib, o'rmon barpo qilishga buyursangizmi, mayli. Nim davotsiz opa? Siz mening opam. Siz albatta o'rniga kelib, men bilan birga tursiz. Nima dedingiz? Meni opa dedingizmi? Gulambar hayajondan ko'zlariga yosh opdi. Zahra o'rnidan turibdi va yoshlarini surtib turib. Tushimda sening podshoh bo'lganligingni ko'rgan edim, o'g'lim. Sen uchun xushal bo'layapman. Meni oyda yilda bir qatam bo'lsa-mu yo'qlab turasan. Men mahallaga qaytay. To'xtang opa. Xon ordusini Beliqchilar mahallasiga yo'tkash bek avorchilik. Eng yaxshisi Beliqchilar mahallasiga o'rdiga yo'tkab kelayli opa. Sen hozir o'z opangni topding. Menga ehtiyojing yo'q. Menga ishga opa ortiqlik qilmaydi. Zahra bilan Gulambar Samandarni tangli quchoqlabdi. Xotirjam bo'ling Zahra ocha. Men Samandarni sizdan tatib olmayman. Uni men tuqqan bilan siz beqib cho'ng qilgan. Uni mendan qizg'anmasangizmi bo'ladi? Ular kulib ketibdi. Namanshoh Samandardan Gulambarga ikki ig'iz so'z qilishga ijozat so'rabdi va Samandar qo'shilgandan keyin Gulambarga shunday debdi. Gulambar, qasimingiz tufayli o'zingizni menga qarzdor deb o'ylamang. Men buningga loyiq emas. Siz allaqachon mening amrimda emas. Siz texi yosh, aqlliq, o'z baxtingizda tepishingizga tilakdoshman. Namanshoh chiqib ketibdi. Sardorbek gelini qirib g'ayratga kelib,
Xon oliylari, mening ozroq gapim bor edi. Qani, behuzur so'zlang Sardarbek aka. Takallub qilma. Men opam, yo'q, opalari, Gülambarni, voy, podshohga gap qilmoq nemanchi tas. Ular qaqaqlab kulishib ketibdi. So'l qo'l vazir Samandarga debdi. Xon oliylari, do'stim Sardarbekning demakchi bo'lganlarini men deb beray. Sardarbekning uzun yillardan beri opangiz Gülambarga ko'ngli bor edi. Biroq opangizning Namanshohga bergan qasmi tufayli ko'ngildagini yo'shirib keldi. O demakchi, Bo'ldi vazir azam, demisizlar. Men xizil bo'ldi ekanman. Sardarbek qip-qizil qizirib shoh huzuridan chiqib ketishga ijozat so'rabdi. Opam qo'shilsa, mening e'tirozim yo'q. Heliq tarsa bovoy tushimda ikki opang, ikki dadang bo'ladi degan edi. Ishonmagan edim. Darvaqa, taqdir bir dadamning o'rniga ikki dodi beradi ekan emasmi? Debdi Samandar kulib. Buni anglagan Sardarbek Samandarga ko'p rahmatlarni bildiribdi. Bu kun Samandarning dal 17 yoshga to'lgan kuni ekan. Shunda qilib o'rda ahli chaqirtilib, Samandarning podshoh bo'lganligi jakarlanibdi. Samandar hamma xalqni o'rmon tikishga, hayvonlarni beqishga amr qilibdi va shunda qilganlarga o'rda g'azinasidan mukofot berilganligini bildiribdi. Xonish Gülambar kichik Samandar va Rashidani zindondan chiqarib, ota-onasini o'rniga akeldiribdi. Kichik Samandarga agar u so'zini anglasa, shahzodalik salohiyatini saqlab qilib, o'ziga ufq qilib oldiganligi. Kichik Samandarga agar u so'zini anglasa, shahzodalik salohiyatini saqlab qilib, o'ziga ufq qilib oldiganligi. Rashida bilan ikkisining to'yini qilib qo'ydiganligini. Agar tantaklik qilib, boshqalarga azoru ziyon yetkizsa, o'rdidan haydab chiqarildiganligini aytibdi. Kichik Samandarmo gap anglashga va'da beribdi. Namanshoh shohlik kibri bilan qilgan xatoliklarga qattiq pushaymon qilgan holda o'z jazosini xushallik bilan qabul qilib, kech-kunduz ter to'kib ko'chat tikib, o'rmon barpo qilishga butun vujudi bilan kirishibdi. O'stan chepib, daryodan suv boshlab kelibdi. Nurg'un o'simliklar yiltizdan ko'klab chiqib, o'rmonliq yashirishga boshlabdi. Namanshohning o'z o'g'li Samandarni bag'riga bosqisi kelsimi, o'rmonliqni qayta asliga keltirsam, uning apo qilishiga erisha olayman degan umid bilan kun sanab, o'rmonliqning asliga kelishini kutibdi. Dal-daraxtlarmi Namanshohning kutgunidek nihoyat tez o'sishga boshlabdi. Lekin faqat tush tarixila qayta ko'klamabdi. Samandar so'l qo'l vazir va Sardarbekning yordamida yurtni adolat bilan so'rabdi. Kulla oylani, oylo fasillani, fasilla yillarni to'ldiribdi. Oradan to'g'ri 5 yil o'tibdi. O'rmonliq xelili asli kelib, nurg'un hayvonotlar va uchar qanotlar kelib makallashibdi. Lekin Namanshohning ko'ngli yanali bak yerim ekan. Chunki tush tarixi yanali ko'tak betib turibdi. Bir kuni Namanshoh tush tarixining ko'tikida Samandarni seg'inib o'ltirganida yiroqdan otlarning kishnigan ovozi anglanibdi. Aslida Samandar uni yo'qlab kelgan ekan. Namanshoh yanali hijolat bilan Samandarning ko'ziga qarayolmay, hurmat bildirib, qo'l qo'shtirib turibdi. Samandar kulib turib, Dada, debdi-da quchug'ini echibdi. Namanshoh Samandarning bundoq deyishini kutmagan ekan. U xushalliqidan ko'zlariga yosh elib, Samandarni chin quchoqlabdi. Ikkisi chin quchoqlashgan shu daqiqada tush tarixining ko'tikidan yop-yeshil bir tal bix ko'klab chiqibdi.